Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni bitirib oldik. Navoiy viloyati Atirchi tumanida 30 kW 10 grid quyosh elektrostansiyasini qo'yib berdik. 46 dona Haymi Xon panellaridan qo'yib berganmiz. 655 vatli. Bu obyektimiz konstruksiyasi atsinkovkadan bo'lgan. Uylarida qurt ishlab chiqarar ekan, qurt bizneslari bor ekan. Uni ko'rib turishlaringiz mumkin. Hammani ishtahasini ochadigan o'sha qurt quyoshda toblanyapti, ya'ni quyoshda quriyapti. Akamiz shu ishlab chiqarishlarni xolodilniklari, stanoklari borligi uchun, ya'ni elektr energiyasiga yaxshigina pul to'layotganligi uchun quyosh elektrostansiyasini o'rnatdi. Albatta, bu ham o'ziga, ya'ni ishlab chiqarishiga foyda, qo'shimcha ortiqcha tokni sotsa, undan ham daromad qiladi. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Agar sizlarga ham quyosh elektrostansiyalari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Olib borib o'rnatib beramiz hamma viloyatga, ya'ni 12 ta viloyatga. Agar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Albatta, qo'ldan kelgancha hamyonbop va sifatli stansiyalarni o'rnatib beramiz. Kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bundanda qiziq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.